Biz hozir Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga keldik, chunki bu yerda ko'plab bo'lajak xalqaro mutaxassislar tahsil olishadi va bizga juda ham qiziq bo'ldi ularni bilim olish, dars olish jarayonlari va hamda bu yerdagi muhit. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, ketdik birgalikda. Ushbu universitetda xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiyot va menejment hamda xalqaro huquq fakultetlari mavjud va bugun xalqaro munosabatlar fakulteti bilan birgalikda tanishamiz. Xalqaro munosabatlar fakultetida jami 1400 dan ortiq talabalar tahsil olishar ekan. Hozir keling birgalikda dars jarayonlarini o'z ko'zimiz bilan kuzatamiz. Juda ham qiziqib ketyapman. Yuringlar, ketdik. See and we can feel and the SDG goals, sustainable development goals. Men o'zimni bir muddatga xalqaro munosabatlar fakulteti talabasi sifatida his qilmoqchiman va hozir bu yerda leksiya jarayoni ketyapti, ya'ni ma'ruza darsi. Men hozir mana shu darsda qatnashib ko'raman. Ketdik faqat sekin. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Uzr. Biz hozir barqaror rivojlanish maqsadlari fani darsining ma'ruzasida qatnashdik. Endi hozir keyingi auditoriyalarga ham kirib ko'ramiz, faqat shovqin qilmaymiz. Ketdik. Hozir esa davlat va huquq nazariyasi fanining ma'ruza darsiga kirib ko'ramiz birgalikda. Shovqin qilmaymiz, dars hozir davom etyapti. Sekin ruxsat so'rab kirib ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum ustoz. Mumkinmi? Uzr. Rahmat. Shularning ichida yagona faqat bittasida hokimiyat vakolati bor deb. Qaysi? Davlat organi. Shuning uchun ham bu bo'yicha alohida to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Qachonlardir men diplomatiya universitetida o'qishni orzu qilganman va hozir bir muddat orzuyim amalga oshadi. Men diplomatiya asoslari faniga kirib ketyapman. Sekin ketdik. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Xo'p, diplomatik yozishmalarda o'zingiz aytganinglardek bir nechta turlarga bo'linadi. Bular notalar esa ikki xil bo'lishi mumkin. Verbal notalar hamda non-verbal notalar. Hozir mana notani bir example, ya'ni misolini ko'rsatib o'taman. Fakultetda 83 nafar o'qituvchi professorlar talabalarga dars berishadi. Ahamiyatli tarafi, ularning deyarli teng yarmi ilmiy unvonga ega. Bu universitetda ko'plab xorijdan kelgan o'qituvchilar ham dars berishar ekan. Hattoki xorijdan kelgan talabalar ham bor ekan. Questa frase deve essere il logico contrario. Men bo'laman-ku universitet kutubxonasiga kirmay ketamanmi? Yaxshi xalqaro mutaxassis bo'lish uchun juda ham ko'p kitob o'qish kerak ekan. Men esa kitoblarni aravasi bilan oldim. Bo'sh joy bo'lmagan. Universitet axborot resurs markazida 200 mingdan ziyod darsliklar mavjud. Bu yerda hattoki ochiq terrasada o'tirib, uyi vazifani tayyorlash va kitoblar o'qish ham mumkin ekan. Universitet hududida viloyatdan kelgan talabalar uchun 1000 o'rinli yotoqxona ham mavjud. Kelinglar birgalikda kirib ko'ramiz. Bu yerda zamonaviy jihozlangan xonalar, ma'naviyat xonalari talabalar uchun xizmat qilmoqda. Shuningdek, talabalar universitet hududida joylashgan suv havzasi hamda sport kompleksidan ham unumli foydalanishlari mumkin. Marhamat. Mana shunaqa gaplar, universitet dars jarayonlari bilan, muhiti bilan tanishdik. Ishonamizki, ushbu universitetda tahsil olayotgan talabalar kelajakda O'zbekiston nufuzini yanada jahonga olib chiqadigan mutaxassislarga aylanishadi. Biz ularga omadlar tilagan holda keyingi manzilda ko'rishamiz deb qolamiz. Xayr.